Barchangizga yana bir bor assalomu alaykum azizlar. Bugun biz siz bilan Out Fishing Demo deb nomlangan o'yinni ko'rib chiqamiz. Agarda siz tayyor bo'lsangiz, men bugungi videoni boshlayapman. Birinchi o'rinda web kamerani joyiga qaytaramiz, kamerani to'g'rilaymiz. Hop, boshladik. Bir marta o'ynab ko'rgandim. No one Hech kim returns from the depths qanaqadir baliqlar. unchanged. May That's how it all 1996. started. After years in this place, I was being kicked out. Xullas, men bu yoqqa ko'chib kelganimdan beri bo'ldi. Work slipped through my fingers, and so did the rent. Atrofga qara deydi. Nimaga qotobdi menda? Biz shuni to'g'rilaymiz. I couldn't focus during the day. Kept waking up in cold sweats at night. Maladiyat to'layman. Mana bu yoq suv bo'lyapti. Hozir cho'kib ketaman men. Tur joyingdan. To'xtanglar-da, bu qotishni oldin olmasak bo'lmaydi. Bo'pti, davay, mana shunda davom etamiz. I didn't know where else to go, so I just drove. Men qayoqqa ketishimni bilmayman deydi, shunchaki haydadim. One last stop. Oxirgi ostanovka deydi. Middle of nowhere. No one will bother me out here. Hech kim meni bu yoqda bezovta qilmaydi. Nimaga buncha qotobdi? Hop, endi o'zim nima qilishim kerak? Birinchi navbatda. Huh? Hop, yur. What? Well, I guess I'm more tired than I thought. O'ylashdan charchadim shekilli dedi. Hop, ko'ramiz. Kechasi bolalar rosa kech bo'lgan. 11:53 soat. Better stay off the road for now. Let's see if this place is really abandoned. Bu yo'q haqiqatdan ham tashlandikmi deydi. Stop. Anda yomon qotyapti. Nimaga bunday? Voy, qotish qaranglar. I guess no one's been here for years. Even the lock. To'xtanglar, mana buni yanada tushiraylik. If I throw something at it, it should snap. Nimadir otsam deydi, может buzilishi mumkin deydi. Oy, yomon qotyapti. Keyin bo'sh qo'yinga o'tamiz shekilli. Tabarlar, nima deysizlar? Sindi. Lekin menda qotish juda katta. Nima qilamiz bolalar, keyingi o'yinga o'taveramiz ham shekilli. Nima dedinglar? Hop, bo'lmasa daydi boshqa o'yinga kiramiz.
Sizlarga qop-qora ekran bo'lib ko'rinishi mumkin. 1 daqiqa kutasizlar. Bizada keyingi o'yin. Bir o'yinga bitta o'yin bor, lekin kirmayapti. Da, mana 2 marta ochib yubordim. Hop, ochdi degan umiddaman sizlarda. Da, mana. Negadir OBS'da chiqmayapti. Bilmadim nimaga OBS'da chiqmayapti. Ha, mana chiqdi. Bu bola supermarket simulyator o'yini. Sizlar buni bilasizlar shekilli da. Buni avval o'ynaganmiz. Endi ikkinchi qismi deb hisoblaymiz buni. Bu o'yin o'xshamagan o'yin bo'ldi. Qotib qoldi. To'g'ri. Bu ham вот загрузка qilmayapti. Mana. Hop, $303 foydadamiz. Hop, давайте buni ochamiz. Nima deydi? Bu create from market deydi. $30 ekan u. Oldu. Pick the crate. Hop, bu yoqda paydo bo'lar ekan. Hop, men buni nima uchun ishlataman? Tushunmadim. Magazin ochiq, nimaga klient kelmayapti? Bu yo'q, lekin men o'ylaganimdan ancha katta ekan. Bu yerda mashinalar bor ekan. Boshqa narsalar. Skuter bor ekan, kimnikidir. Minib ketsam bo'lmaydigan. Biratan narsa olyaptilar. Kamerani to'g'rilab. Pastga tushirib qo'y. Sizlarga ko'rinib tursin hamma narsa. Da. 699. Voy. 6. Naqadar ishlamay qoldi menda. Nampadim o'chiq shekilli. 770 deydi. $93. 70. 85 sent. Oho, $6 narsa bo'lgan o'zi yana shuncha. Bizada bankdan kreditimiz bor edi, adashmasam. Bank ilovasiga kiramiz. Da, mana $37. Давайте bir martaga to'lab qo'yamiz. 270 deydi. Nimagadir bizning magazinda klient ko'p emas-da. Endi magazinni kengaytiramiz bolalar. Xo'p, mana bu yerda bo'lish kerak. Narxlash deydi. Management. $200 ga litsenziya. Ну, давайте. Litsenziya olamiz. Bizga ko'proq narsalar ochilish boshlaydi shunda. Fridge or shelf deydi. $18 deydi.
18 75. Hop, qayoqdir chang bo'libdi. Давайте bu yerni artib qo'yamiz a. Oho, odamlar ko'payishni boshladi. Keyingi safar уже tovarlar to'ladi. Bu yo'llarga tovarlarni olib tashlaymiz. Hop. 2 dona mana bundan olaylik. 230 dollar. Amanda pul yo'q. Pul ishlaymiz. Bu kaçok şekilli. $157 bo'ldi pulim. Давайте bittasini sotib olaylik hech bo'lmaganda. Da mana $117. Mana yoqda yog' tushib yotibdimi? Aa. Bu boyagi men buni qanaqa bo'laman? Da, aytgancha men qo'lda o'lardi-yu. Isqirtlar tashab ketgan. Hop. 550. Buni darrov jo'natamiz. 470. 470. Plastik 998. Da keyingi odamga sovg'a qilamiz. Sizdachi sal ko'proq beramiz. Ha, bu kartada ekan. o'n to'qqiz oltmish. Hop, chiroqni yoq. Da mana yorug' bo'lib tursa-da. You can better expand yourself. Короче, magazining katta qilyapti. Mana shuni izida yuribman, uka. Da, buni ham bu yoqqa qo'yamiz. Xo'p. 998. Nima? Su topolmadim deydi. Давайте hamma tovarlarimiz sotilgandan keyin ikkinchi tovarni olishga boshlaymiz. Unga ham $94. Давайте $100 beramiz. Xursand ham bo'lmadi u. o'n olti oltmish. Suv topolmadim deydi bunisi. Tovar qolmaganda uka. 86. Qishloq topolmadim deydi. O, bular hech nimani ko'rmaydimi? Web kamerani mana shu yoqqa qo'yib qo'yaman. Hamma narsa ko'rinadi. Xo'p. Endi kuni tugatdik, lekin bu yerda klient bor-u. Ha, mana bu yoqda sassiq bir nimasini tashlab ketibdi. Isqirtlar. Nima? Pasta men uchun qimmat deydi. Bu kostyum burib kiygansan, bir normalniy joyda ishlasang kerak deb. 380 deydi. Uka, qimmatli qilgan ekansan, podarka qilib yuboray $2. Oho. Men bu yerdan narxlar o'zgaradi deydi-da, lekin
Men bu ilovaga uncha tushunmadim to'g'risi. Mana shu ilovaga uncha tushunmadim. Bu nima qiladi? Xo'p, nima bo'lgan taqdirda ham mana buni to'lab qo'yaylik. 23 kun to'lashimiz kerak ekan. $750 olgan ekanmiz. Xo'p, bizga nima deyapti? Katta artir deyapti. Birinchi mahsulot sotuvda mana uje katta artir narsalar. Xo'p, biza hammasidan bittadan olsak necha pul bo'ladi bizada? Bizada $136 pul bor. O $169 bo'lib ketdi. Mana sotib ol. Magazinni to'ldirib qo'yaylik. Bu nima? Xolodilnikka qo'yiladi deydi-yu bu. Bo'pti, bu turib turaversin shu yerda. Bizga endi bola xolodilnik ham kerak-ku. To'xta, men bilan ol. Men bu yoqqa qo'y. Xo'p, bu boyagi qizil narsadan. Mana makaron qimmat deb ketuvdi-yu. Buni ham qo'tyapti. Juda kompyuter almashtirish vaqti keldimi nimada? U boyagi birinchi igrada ham qotib qoldi kompyuter, buni ham qotib qo'yapti. Abadan yangi kompyuter yig'dirib olamanmi nimada? Albatta obuna bo'lib like bosib qo'yinglar do'stlar. Bu ham anaqaga qo'yiladi deydi. Xolodilnikka. Bo'pti, bo'lmasa xolodilnik ham sotib olamiz deydi. Tamam, bu yoqda bor ekan joy. Xo'p, bundan yaxshi tarafi boyagi magazinda ochmasanglar voh ketmaydi-da. Mana shu narsaga ko'p savdo bo'lar ekan. Nimaligini bilmadim. Shakarida adashmasam. Aha, bu yoq to'ldi deydi. Buni to'lganimizda mana bu yoqqa qo'yamiz adamga. Yana shuni o'ryapman. Xo'p, bu nima? Mana bu shekilli. Da. Ammo bu yoqda joy bor ekan-da. Bu yoqda ham to'ldirsa bo'lar ekan. Xo'p, daychi, biza bugun xolodilnik olishimiz kerak. Mana bu yoqqa qo'yamiz. Cho'tta mana shu nito turibdi-da. Mana to'g'ri. Endi birinchi ko'rib olishimiz kerak. Nima deydi? $12. Qarzing bor deydi menga. Bu yerda qarzlar ham bor ekan do'stlar. Ishchi yo'llasak bo'lar ekan. Kassir yig'sak bo'lar ekan. Hop, bitta ko'raylik. $200 ekan, oddiysi. Bizga hozir o'sha ham bo'laveradi. Ya'ni eng prostoyi. Hop, magazinni sekin-sekin rivojlantirishda davom etamiz. Mana 30 qilib qo'yaylik. Endi qotmaydi.
U bratan что-то isib ketibdi shekilli. Umuman bratan ham bizga kelyapti. U mani kimdir kutyapti. Hop, buni ham olamiz. Yeppa. Brat yuziga kim tepdi? Brat yuziga yomon tepishibdi. Da, boyagidek mana shu narxi turu 99 qilib qo'yibmiz-da. Turu turu 56. Qimmat narx emas, to'g'rimi? Da, to'g'ri. Endi insof ham kerak-ku deyishinglar mumkin. Bizada yo'qdi, nima qilaylik? Ilojsiz biza. Bu borada men ilojsiz. Ha, bu yoqda 270 deydi. Yo, men uchun qimmat deydi. Okey, gado emisan. Shuni to'g'ri o'ylik qo'y. 599 ming nachidir qilib qo'yibman mana. 370 deydi. Tamam, shu chiqamiz. Hop, 20-90. Siloh topamadim deydi. Aka topolmasang aytmandami? Kunning oxiriga kelib asabni buzadi. To'g'rimi bradan? To'g'ri. 96 dollar pul ishladik. Bola salcham bola poppan shekilli. Damun o'tvoramiz. Buni ham ol. O'tvor. $89 deydi. 70 10 o'zi olgani $11, yana $89 sdachi so'raydi-da. Yana aytasizlarki, menda insof yo'q deysizlar, bilan mendan ham bataru. 1.40. Tamam, 40. $1680. $132. Tamam, mana bezdaj kiyib ketsanglar bo'ladi-yu. Tamam. 860. Nol. Hop. Da, mana shu suv shakar shekilli. Mayli opa, hisoblasiz. 24 minut o'ynab qo'yibmiz уже. Уже 24 minut. Web kamera что-то salnito ish qilyapti-da. To'g'ri olmaydimi? Kачествоsi tushib ketadimi? Hop, давайте men bilan artamiz. Buni ham yoqaveramiz. Tamom shekilli-da. Chiroqni yoq. Bizga bo'lgan eng qiziq qarzlar ham kelar ekan. Tokdan nima? Qora choy topolmadim deydi bunisi. Ammo ayb mandami? Qimmat deydi.
Shu arzonu bu market narxidan. Unga turu 50 qo'yaman. Da mana buni aytyapti qimmat deb. Xo'p, turu 30 qo'yamiz. Oho, klientlar kutib qoldi. Xo'p, bitta yog'iladi, bor, bitta yog'iladi. 270 deydi bu. 630. Oho, mana bu upaga o'xshagan ko'p narsa olsanglar bo'lmaydimi? 25 60. U hamdan rozi bo'lib chiqib ketyapti mana. 9. Kunni tugatamiz. $247 plyustasan deydi. Hech o'xshamayapti-da menga. Xo'p, birinchi o'rinda kredit to'laymiz. Keyin qarzdan to'laymiz. Ijara puli to'layotgan ekanman men. Xo'p, yana bitta kredit olsam bo'lmaydimi? Nimadir qidirdi brat. Bratan nimadir qidirdi. Ammo topolmadi. Bankrot bo'lamiz shekilli. Men bunaqa o'yinlar bilan yaxshi kelishardim. Lekin bu safar cho'ta nito bo'lyapti-da ishlarim. Crunch simulator o'yinlarni ko'p yaxshi ko'raman-da. Vaqt o'tkazib o'tirishga yaxshi. Oho. Mana bu bratga o'xshagan ko'proq narsa o'zinglar yepir. Non men uchun qimmat deydi. Bu yak egizagizga o'xshagan olib ketsangiz bo'lmaysizmi? Nimalar deyapman? Normalniyu narxi bratan. Sen qaytib kelmagin. Biza bu yagidan olmoqchi edik. $2 ketirishga ham sarflarkan. Mana shu o'yinni telefonda o'ynardim, rosa qiyin bo'lardi. Kim o'ynagan bo'lsa agar yozib ketinglar. Keyin bolalar yana bitta xabar, Andersen endi chiqmaydi. Nimaga desanglar, Andersen o'ynab o'tiruvdim. Ovqatlanmasdan uxlab qolgan ekanman. O'yinda. Ovqatlanmay uxlab bordim. Shunda nima desam? O'yinga xayolim ketib gapirish izimdan chiqib qolyapti. Keyin o'ldim, uyga qaytsam, mashinaning ichida hech nima yo'q. Mashina ham bir ahvol bo'lib qo'ygandi. Ancha progress bo'lgandi, lekin qanaqadir van topgandim, teleshkalar topgandim. Короче, shunaqa bo'ldi-da, qoldim o'yinda. Agar yangitdan boshlang deb kommentariyaga yozsanglar, Andersen chiqsin deb kommentariyaga yozsanglar, like'larni bossanglar, agar yana Andersen videosini chiqaramiz. Hali kompyuterdan o'chirib tashlaganim yo'q Andersen. O'zimga ham juda yoqqan o'yin edi-da. Yana zo'ri bor edi. Nima deydi? Nima bu P? Nima degani bu?
o'qitdinglar, men tushunmayapman, nima degani bu? Hop, men o'zim nima qilishim kerak buni? Men bunga olib mana shunaqa qilishim kerakmi? Hech nimani tushunmadim. Nima uchun menga bu qutini berdi? Hop, hamma yoq to'lgan. Men tushunmadim, короче. Xo'p do'stlar, meni vaqtim cheklangan bo'lgani uchun bugungi qismni mana shu yerda tugatmoqchiman. Agarda videoni shu yoqqacha ko'rgan bo'lsangiz, albatta like bosib, obuna bo'lib qo'yishingiz esingizdan chiqmasin.